Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ko'plab muxlislarimizning talablariga binoan ushbu YouTube kanalimizda qanday qilib ushbu mahsulotlarga buyurtma berishni o'rganamiz. Misol uchun bitta mahsulotni olaylik. Yig'iluvchi shkaf. Bu joyda yozilib qo'yibdi. Buyurtma berish uchun kommentariyadagi ko'k havolasiga bosing deb qo'yibdi. Ushbu videoni ko'rdingiz, endi qayerdan zakaz berishni bilmayapsiz. Xo'sh, buning uchun kommentariyaga kiramiz. Mana bu joyda buyurtma berish deb ko'k silka qoldirilgan. O'shaning ustiga bitta bosamiz. U hech qanaqa boshqa nima emas. Mana chiqadi o'sha video. Uzkauzdan 197 ming so'm evaziga xonadoningiz uchun oyoq kiyimlar shkaf chiqyapti. xarid qiling. Yig'iluvchi konstruksiyaga ega bo'lgan ushbu mahsulotimiz sizning xonadoningiz uchun bir qancha qulayliklarni yaratib beradi. Summasi mahsulot narxi 177 ming so'm, yetkazib berish narxi 30 ming so'm. Xo'sh, endi bu yerda ismingizni yozasiz. Sarbunoz. Joyga telefon nomeri uzunligi 60 cm va eni esa 30 cm tashkil etadi. Sifatli va yengil materiallardan yasalgan jihozimizni hududni tanlaymiz. Misol uchun qaysi viloyatni, tumanni, shaharni, Toshkent shahrini tanlaymiz. Va katta buyurtma berishni bossangiz bazaga borib tushadi. Ushbu operatorlar sizga qo'ng'iroq qilishadi. Yetkazib berish va manzilni qayerda ekanini tushuntirib olasiz. Xo'p, shunaqa buyurtma bersangiz bo'ladi. Mana buyurtma berishni yozilgan. Misol uchun buyurtma holati, boshqa nimalar bo'yicha tushunmagan savollaringiz bo'lsa, ushbu joyda Telegram manzilimiz joylashgan bo'lib, o'sha Telegram guruhga bosasiz. Telegramga kirasiz. Adminga yozsangiz buyurtma haqida ma'lumot beradi sizga. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Har kuni ushbu kanalda ajoyib mahsulotlardan, o'zingizga kerak bo'lgan mahsulotlar, arzon ham sifatli mahsulotlardan xarid qilishingiz mumkin.